Kelinglar, bugun sizlar bilan kecha olgan kitoblarimni raspakovka qilamiz. Kalit so'z bu yerda kecha. Men bu kitoblarni kecha olganman, lekin ochmadim. Aynan sizlarga ko'rsataman. Sizlar bilan birga raspakovka qilaman deb. Bu kitob trilogiya, bitta bonusli kitobi bor, ya'ni 4 ta kitob. Avtorini e'tibor bergan bo'lsanglar, Feya Maran. Hammamiz bilgan Sen bir olam, men o'zga olam kitobini avtori Feya Maran. Bu boshqa kitobi. Men bu kitobni BookTokda juda ham ko'p ko'rganman va juda ham ko'p yig'latadigan kitob deyishgani uchun ham oldim. Razbey. Bu kitobni dinlanglar sizlar ham. His qildinglarmi? Ikkinchisi. Juda ham qalin kitoblar ekan. İkincisi Найди сердце королевы. Va bu uchinchisi. Bank kartamdan chiqib ketayotgan pullar ovozi taxminan shunaqa edi. Money Talks. Money Talks. Eng oxirgisi bonusli kitobi. Не поняла. 4-chi kitobi bonusli kitob bo'lishi kerak edi. Если что, men buni 100 mingga sotib olganman. Magazinni o'ziga yozib vazrat qildiraman, ili bilmadim. Menga birinchi marta bunaqa holat bo'lishi, birinchi marta. Hali shunaqa holatlar bo'lib turadi, o'zgacha aytdim. Juda ham kichkina, ularga nisbatan juda ham gabariti kichkinaligidan his qildim. Mana shunaqa keldi. Bu kitoblarning kattaligini ko'rasizlarmi? Qanchada o'qib tugatirganman. Shu bilan bugungi raspakovkamiz tugadi. Agar sizlar ham xuddi shu kitoblarni olmoqchi bo'lsanglar, Wildberries'dan zakaz qilsanglar bo'ladi.